Assalomu alaykum. Musofirda yurgan vatandoshlar, xudo xolasa navbatdagi reysimizdan kelyapmiz inshaalloh. O'ta go'zal holatda o'tib Chotga borib kelyapmiz inshaalloh. Bu safar O'zbekiston fuqaro, Armeniya, Ozarbayjon fuqarosini olib bordik. Azinki chegarasiga inshaalloh Chotga borib kelyapmiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, musofirda yurgan vatandoshlar, mana xudo xolasa navbatdagi reysimizdan kelyapmiz inshaalloh. Chegara Azinkiga boruvdik. O'ta go'zal holatda borib kelyapmiz. Bespatida inshaalloh. Mana ukamizdan bir qator so'raymiz. Ukam, qalay borib kelyapsiz? Yaxshi. Zo'r. Qiynalishlar bo'lmadimi? Yo'q. Chotdimi? Tezda o'tib kelyapmiz inshaalloh. Bitta. Kardeş, selam aleyküm. Ne var ne yok? Ne ter geçtiniz geldiniz? Alo. Ay süper. Kardeşimle ham billa inşallah borib kelyapmiz, xudo xolasa. Ehtiyot shart xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Nasib qilgan bo'lsa, ko'ngillarni qoldiramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.